Yangilikni eshitdingizmi do'stlar? Endilikda ADM Aster Cherry Cho'pon avtosalonida barcha Cherry avtomobillarni bosh to'lov atigi 15% bilan olib ketishingiz mumkin. Bundan tashqari barcha avtomobillarga, ya'ni Cherrylarga rasroshka ochilgan. Xo'p, adresini bilasizlar, Samarqand. Ulug'bek Astanovkadan eski postkaga boraverishda chap qo'ldagi eng katta Cherry avtosaloni. Servislari ham orqada eng katta. 5 yil yoki 150 ming kilometrgacha garantiya bor avtomobillarga 36 million so'm bosh to'lovi bilan Cherry Ariza 6 Pro'ni olib keting deyishyapti. Ya'ni shartlari haqida hozir videomiz davomida batafsil aytamiz. Bunga ham rasroshka bor. Xo'p, buni ham avtokredit yoki naqdga olsangiz 25 million so'm foydasi bor. Undan tashqari 35 million so'm bosh to'lovi bilan Tiggo 2 Pro naqdga avtokreditga olinsa 40 million foyda asosida ham olishning imkoniyati bor ekan. Xullas do'stlar, videomizni oxirigacha ko'ringlar. Sizga batafsil ma'lumot beramiz hozir. Avtomobil xarakteristikalari hammasi haqida. Kommentariyada fikringizni qoldiring. Qaysi mashina yoqqanligini ham albatta yozib qoldiring. Qayerdan ko'ryapsiz yozamiz, like bosamiz, ketdik. Do'stlar, ADM Aster Cherry Cho'pon avtosalonidan biz bugun Olimxon aka bilan sizlarga ma'lumotlarni beramiz. Xo'p, yangilikni zo'r bor. Olimxon aka rostdan ham barcha Cherry avtomobillarini boshlang'ich 15% bilan olsak bo'ladi. Albatta aka. Hammalarimizga 15% boshlang'ich to'lov bilan chiqarib beramiz aka. Ana endi do'stlar, hozir sizlarga bosh to'lovlari, narxlari haqida bitta ma'lumot beramiz. Xo'p, birinchidan kelamiz. Olimxon aka, eng ko'p hozir sotilayotgan, odamlar qiziqayotgan avtomobillardan biri bu Tiggo 2 Pro. Aha. Bu haqida ozgina ma'lumot beramiz va buni eng kam bosh to'lovi 39 million so'mmidi? Shunday aka, 39 million so'm bilan eng kam bosh to'lovida chiqarib beramiz. Ish haqi hech narsa talab qilinmaydi aka. Olib ketsak bo'ladi. Bo'ladi. Xo'p, bunga ham avtokredit, rasroshka bor. Hamma rasrochka, avtokredit, lizing hamma usloviylarda xohlagan usloviyada chiqarib beramiz aka. Ana endi mashina haqida ozgina ma'lumot beramiz, keyin narxlari, bosh to'lovlari haqida gaplashamiz. Bo'ladi aka. Ketdik mana. Oldi qismlari LED faralar, chiroyli rishotkalar. Necha xil rangi bor buni Olimxon aka? Aka, bularda xohlagan ranglarni solib bera olamiz. Aha. Kelaverasizlar. 5 xil rangi chiqadimi? Chiqadi aka. Motorlar haqida o'zga ma'lumot beraylik, xarakteristikasi. Bu mashinamiz aka asosan taksichi akalarimiz juda ham ma'qul ko'rishyapti. Bir turbinali tepli motor hisoblanadi. Buni rasxodi aka 5-6 litr rasxod qiladi trassamizda aka. Shaharda ichida maksimal 8 litrgacha rasxod qiladigan mashinamiz juda ham. Bu degani gaz qo'ymasak ham bo'ladi. Gaz qo'ymasangiz ham bo'ladi. Xohlasangiz aka hamma narsani gaz bu jihozlaringizni o'zimizda bosh to'lovga bo'lib to'lashga olsangiz bo'ladi. Gaz, parok, tonirovka deysizmi, bo'yini qo'shib bera olamiz aka. Bu degani aka hozir masalan mashina sotib oldik-da, gaz paroglarni qo'ydik-da. Hop, o'sha gazni pulini ham bo'lib to'lashga olish mumkin. Hammasini befoiz bo'lib to'lashga olishingiz mumkin aka. Gap yo'q mana. Qo'shimcha jihozni ham pulini o'sha bo'lib to'lashning ichiga qo'yib yuborsa bo'ladi. Xuddi shunday aka. Tashqaridan yana rasxod qilib yurmaysiz. Barcha miqdorlar narsalaringizni qo'yib beramiz. Hattoki bizda video registrator antiradorlarimizgacha bo'lishi mumkin, bo'lishingiz mumkin aka. Xuddi shunday. Yo'q, qarang. Diskalar chiroyli bo'ladi. Mana bu quyma diskalar, опорный tormoznoy sistemada. Mashinaning lyuki bor, bir xil pozitsiyadan bo'ladi. Shunday aka, bir xil pozitsiyada hisoblanadi. Qarang. Mana salon qismi, kojinli chiqonlar, avtomat, avtoxod, avtoparkovka. Yana nimalar bordi? Abagrev sidensi bormi? Abagrev sideni, hattoki bu aka narxiga yarasha abagrev lobovoy steklo hisoblanadi. Mashina umuman parlanmaydi aka. Bu sidenalarimiz, oldi sidenalarimiz qizib beradi. Android monitor, hatto rullarimizgacha qiziydi. Start stop knopkada, avtohol rejimi aka. Rushniklaringiz ham elektronik bo'ladi, o'zini motorchasi o'zi kontrol qiladi aka. Gap yo'q. Xo'p. 5 kishilik mashina, hatchback, ya'ni orqasi hatchback bo'ladi. Televizor nima uchun bu aka? Berib olamiz shu holatda. Naqd pul sotib olgan har bitta klientimizga bitta televizor ham podarka qilib beramiz aka. Zo'r-ku, mashinani birdan televizordan olib ketaverasiz. Bo'ladi aka. Gap yo'q, sovg'a bor. Orqalarida hattoki buni parktronika va kameralari ham mavjud bu mashinamizda aka. Orqa ko'rish kamerasi, parktronik, LED orqa zardo'stlari beradi faralarimiz. Bunga o'tamiz. Ana endi eng qiziq joyini aytamiz Olimxon aka. Buni narxi necha pul? Bu mashinamiz aka 214 million 900 ming so'm aka. Xo'p. Agar naqd pul bilan kelsangiz aka, sizga 174 million 900 ga 40 million chegirma asosida chiqarib beramiz aka. 40 million chegirmasi bor. Shunday. 40 million foyda evaziga bemalol xarid qilishingiz mumkin naqd pulga kelsangiz. Rasroshka olsak bo'ladi. Aka, yoki 40 million chegirma bilan bizlar sizlarga chiqarib beramiz. Naqd pul yoki standart kredit evaziga agar siz 60-40% bosh to'lov qilsangiz 5 yilgacha rasrochkaga olib ketsangiz bo'ladi. Ya'ni o'zini bunini bo'lib to'lashga 214 million 900 da. Eng kam bosh to'lov qancha rasrochkaga?
Aka eng kam bosh to'lovingiz 55 million bilan kelsangiz aka bosh to'lovingizga qarab rassrochka muddatlari o'zgarishi mumkin. 39 million bilan olib ketsa bo'ladi. 39 million bilan ham rassrochkaga yo'q. Yo'q, rassrochka emas, olib ketsa bo'ladi-da. Endi boshqa 39 million bilan bosh to'lovlar bilan ham mashinamizni xarid qilib olib chiqib ketsangiz boshqa bo'ladi. shartlar asosida olib ketsangiz bo'ladi. Xuddi shunday aka. Xullas, o'zi narxi 175 million naqd pulga olsangiz 214 million 900 bo'lib to'lashga shunday chiqadi. shunday. Xo'p, ana endi keling mana. Hozir ikkita eng ko'p talab bo'lgan cherrylardan ko'rsatamiz boshida. Qarang, bunisi Ariza 6 Pro. Shunday aka. Ya'ni cherryni sedan varianti bo'lyapti. Orasidan ko'rsatamiz, ketdik. Motor qismini ko'rsatib o'tdik. Ha, ketdik. Motordan ko'rsatib ketaveramiz. 1.5 turbina, seplik motor aka. Ko'rib turganingizdek, eksperimen emas. O'shaning evaziga mashinalarimizga bemalol 5 yil yoki 150 ming kilometr garantiya bera olamiz aka. Aka, sep degani bu, ya'ni motorning ichidagi Zanjir. zanjiri ko'p mashinalarda ular rement bo'ladi. Shunday rement bo'ladi, shunday zanjir evaziga bu ancha baquvvat hisoblanadi aka. Masalan, endi o'zi siz biladigan avtomobillarni aytsak, Tracker'ning motorida rement bo'ladi. Seplik emas. Bularniki bunchasi rement hisoblanadi. Temirlik, zanjirlik hisoblanadi aka bular. Bu mashinamiz ketdik. narxiga keladigan bo'lsak aka 279 million 900 ming so'm bo'ladi. Bu mashinamizni ham xohlasangiz bosh to'lovingiz eng kam bosh to'lovimiz 15% bosh to'lov bilan olib chiqib ketsangiz bo'ladi aka. 15%. Shunday, bunday. Naqdga olsa nimasi bormi buni? Chegirmasi bor, 25 million chegirma qilib beramiz naqd pulga olsangiz yoki standart kredit evazilarida. Tushunarli. Ana endi qarang, 25 million chegirma bilan necha pul bo'lyapti bu? Aka mashinamizni rassrochka 280 million so'm, agar siz naqd pul yoki standart kredit evazida xarid qiladigan bo'lsangiz 25 million so'm foydasiga, ya'ni mashinamiz 255 millionga mana shu mashinamizni olib chiqib ketishingiz mumkin. Aka bu mashinamizni 360 kamera, polosa udержания, hamma funksiyalarimiz bor. Независимый ходовой sistemalar hisoblanadi. Ya'ni mustaqil 4 ta balon отдельно bir-biriga mustaqil holatda javob beradi. Ketdik, mana sizga mashinani bitta ko'rsatamiz oldi qismdan. Oblitsovkalarni qarang. Chiroyli ishlashgan LED faralar. Mana bu oldin nimami kunduzgi yo'lchiroqlarmi bu? 3-pozitsiya bo'lyapti-mi bu? Bu 3-pozitsiyamiz hisoblanyapti aka. Xo'p, diskalarni qarang. Quyma diskalarda mashinada luk bo'ladi. Rangi necha xil buni? Aka bularda ham 4-5 xil ranglari topiladi aka. Bu mashinamiz luk bo'lishiga qaramasdan polностью kojinni salon hisoblanadi. Hattoki torpedalaringizgacha kojinni chexol qilib qo'yilgan aka. Bemalol ko'rishingiz mumkin. 5 ключевой достуp mashinamizda. Start stop eco sport rejimlarida harakatlanadi aka mashinalarimiz. Mana bu yerda bar qismlari, multirul, monitor, qarang. Start stopda 5 ключевой достуp, ya'ni bespроводной zaryadniklaringiz ham mavjud mashinalarımizda aka. Shunday. 5 kishilik mashina hisoblanadi. 5 kishilik. Orqa kojini sidendilar. Mana bu yerda luk. Mana orqasidan Siz buni bagaj qismini kengligini aytmaysizmi aka? Gaz ham buni tagiga ketarmidi? Albatta, agar gaz qo'yib bergan holatimizda aka bular umuman xalaqit qilmaydi. Bemalol tabletkachalar o'rnatib qo'yishimiz mumkin aka. Tushunarli. Gazni ham o'zimizda qo'ysak garantiya buzilmaydi. Shunday aka, bizlar zavod standart sertifikatlari bo'yicha bizlar gaz ustanovkalarimizni qilib beramiz aka, garantiyadan chiqarmagan holatda. Mana mashinamiz orqasi, mashinamiz 1,5 litrlik turbina bo'lyapti. Qarang, orqasi ham, ya'ni orqasi ham, oldi ham juda chiroyli ko'rinishda mashinani. Ana endi aka buni necha pul beraylik? Avtokreditga yoki rassrochkaga olish uchun qancha bo'ladi? Ariza 6 mashinalarimizda aka 36 million so'm boshlang'ich to'lov bilan xarid qilishingiz mumkin. Pozitsiyalaringizga qarab bosh to'lovlaringiz o'zgaradi aka. Xo'p, rassrochka olish uchun necha foiz boshlang'ich to'lov berish kerak? Aka 15% bosh to'lov bilan ham sizga rassrochkaga chiqarib beraveramiz aka. Bu примерно 55 million qancha bo'layotgandi? Necha pul bo'layotgandi? 36 million so'm bilan aka. 36 million so'm bilan aka 15 oygacha rassrochka bor. Bosh to'lovlaringiz muddatiga qarab aka o'zgaradi aka grafiklarimiz. Tushunarli. Ya'ni bosh to'lovni ko'proq bersalar, oylik to'lovlarda farqida oylik to'lov arzonroq chiqadi. Xuddi shunday aka. Bosh to'lovingizga qarab grafiklarimiz o'zgarib boradi. Xullas, mana bu mashinamiz. O'zi necha puldan necha pulgacha bo'ladi? Aka 239 million 900 dan 279 million 900 gacha bo'ladi. Mana bu ikkinchi pozitsiyasi luk bo'lmaydi, do'stlar. Yana bu ikkita funksiyalari farq qiladi. Yana to'liqroq ma'lumot olish uchun Adam Acer Cherry Cho'pon avtosaloniga kelasizlar. Bu yerda test drive bor bizda. Shunaqa. Albatta aka, test drive'larimiz bor. Masalan, o'zlari haydab yurgan Cobalt, Gentalar bo'lsa, olib kelsalar, olib qolamiz. Trading xizmati bor. Xuddi shunday, trading xizmatlarimiz ham mavjud. O'zingiz mashinangizni berasizda, kelib Ariza 6 Pro mi, Tiggo 8 Pro mi, 7 Pro mi xohlaganingizda haydab ketasiz. Yoki foiz to'lovga yoki avtokreditga, xohlasalar lizingga,
xohlagan usulda chiqarib beramiz. Yoki- Naqd pul, avtokredit, рассрочкаga aka, ya'ni befoiz muddatli to'lovga, lizingga xohlagan usulda bizlar chiqarib bera olamiz aka. Dokumentlar nima kerak bo'ladi? Hujjatlari endi aka asosan sakkiz qog'ozi, pasport pravolari talab qilinadi va kredit istoriyalari toza bo'lishi kerak bo'ladi. 12 ta viloyatdan kelaveraylikmi? Masalan, Kelaveradi. Qashqadaryomi, Toshkentmi, farqi yo'q. Bemalol 12 viloyatdan kelsalaringiz ham chiqarib beramiz aka. Bir ish kunidan uzog'i bilan chiqarib beramiz. Nima qo'shib beramiz, Olimxon aka? Aka, mana shu har ko'rib turgan mashinalarimiz barchasini oyda oxirigacha xarid qilib ulgurib qolsangiz, aka sizga tonirovka poliklarigacha, даже radiator setkalarigacha aka shuni o'zini ichida qo'yib beramiz aka, sovg'a sifatida qo'yib beramiz. Faqat oyning oxirigacha ulgurib qolingizlar, shoshilingizlar. Iyun oyining oxirigacha bo'lyapti, kam vaqt qolgan, bir 3-4 kun vaqt qolgan ekan. Xuddi shunday aka. Xo'p, adresni aytdik-a, masalan, adresni bitta o'zimizni tilda aytib o'taman, qarang. Shunday. Samarqand, Ulug'bek, Toshkent Astanovkadan eski postkaga boraverishda chap qo'ldagi eng katta Cherry avtosaloni bo'lyapti. Toshkentdan kelaverishda Ulug'bek rasadxonasiga yetmasdan 10 qo'lda hisoblanadi aka. Olib ketayotganda birdan gaz qo'ysak bo'ladi, shunaqa. Bo'ladi aka. Gazni o'zimizni servisda qo'yamiz. Shunday 5 yillik garantiyasini chiqmagan holatda gaz ustanovkalari bilan qo'yib beramiz aka. Eng katta servis Adem Asta Cherry Cho'pon avtosalonida bo'lyapti. Xo'p, servisni ham ko'rsatamiz aka. Bemalol aka. Ozgina qarab tursangiz, servisni ham ko'rsatamiz. Xuddi shunday. Bitta bunni ma'lumotini beraylik, keyin servisga o'tamiz. Tiggo 7 mashinamiz mana shumi? Ana shu Bu aka. avtomobillarga ham hozir juda ko'p talab bo'lyapti. Xo'p. Minedar crossover. Crossover hisoblanadi bu. Shunday crossover hisoblanadi aka bular. Ma'lumot beramiz aka, bu qanaqa nimalari bor? Motor qanaqa, rasxod qanaqa? Aka, bu hajmiga qaramasdan bularimiz ham 1.5 turbina motor hisoblanadi, tepli motor hisoblanadi aka. Bular ham shaharda ichida maksimalni 10 litrgacha rasxod beriladi. Atak trassada 6-7 litr ekonom hisoblanadi aka mashinamiz, 4 silindrli mashinamiz aka. Bu 26 restyling. Restyling 2026-yil. Tiggo 7 Life bo'lyaptimi? Shunday aka. Tiggo 7 Life. Xo'p. Panoramalarimiz bor aka. Xo'p, mana diskalar. Mashinalarga gaz qo'shib beramiz deyotganmiz bu. Shuni aka, faqat oyda oxirigacha ulgurib qolasiz. Bu 5 ta mana shu mashinamizga hozir gaz ustanovkasi bepul bo'lyapti aka. Orqasidan olishingiz mumkin. Gaz ustanovkalari qo'yib o'rnatib ham qo'yganmiz aka. Zavodskiy holatda. Mana bu, ha? Xuddi shunday. Bizdan shu holatda beraveramiz. Mana shu holatda chiqarib beramiz aka. Televizor ham beramizmi bu? Televizor nimaga bu? Televizorlarimiz aka naqd pulga xarid qilgan mijozlarimizga televizor sovg'a qilib beryapmiz aka. Tushunarli, mana bagaj qismlari. 7 Pro 5 kishilik mashina bu. 7 Life pozitsiyasi. Bu tomondan beringlar menga. Ketdik, mana salon qismlarini ko'rsatamiz. Salon qismi kojniy chexollarda abagrev abduflar bormi aka? Bularda faqat abagrev sideniya bo'ladi va xolodilligimiz mavjud aka. Katta panorama kirishamiz mavjud bo'ladi mashinamizda aka. Abagrev rul, abagrev лобовое стекло и abagrev salon hisoblanadi aka. И klimat kontrol bo'lardi. Полный кожаный обшивка aka. Eshiklaringizgacha. Garantiya qancha bularga aka? Bularga aka 5 yil yoki 150 ming kilometr garantiya beriladi. Bu hozir Tiggo 7 Life bo'lyapti. Pro's qani buni? Pro's aka yuring, ko'rsataman sizga. Bu tomonda. Mana Tiggo 8 Pro'lar. Bu Tiggo 8 Pro'miz aka. Xo'p, ketdik. 7 ni ko'rsatamiz, keyin Pro'ga o'tamiz. Mana umi? Mana bu 7 Pro yangi обновленный restyling versiyamiz aka hisoblanadi. Oldingilardan farqi, ya'ni fari 8 Pro'ga o'xshab qilingan. Shunday aka. Diskalarda yana funksiyalarda farqi bor. Funksiyalarda, ichki salonlarda ham o'sha o'zgarishlar paydo bo'ldi aka. Bemalol ko'rsatishingiz mumkin. 7 Pro pozitsiyasi. Bularni ham rassoshaga olsak bo'ladi. Bo'ladi aka. Boyagi 7 Life ning narxi qancha edi? U mashinamiz aka 300 million so'm bo'ladi mashinamizning narxi. Bu ham rassoshaga bu. Rassrochka, lizing, har xil xohlagan usulda chiqarib bera olamiz. 15% bosh to'lov bilan chiqadi u. 15% bosh to'lov bilan. Aytib o'tganimdek aka, barcha Cherry avtomobillarimiz 15% boshlang'ich to'lovlar bilan chiqib keladi aka. Faqat bosh to'lovingizga qarab uslugalarimiz o'zgarishi mumkin. Batafsil ma'lumotni avtosalonimizga qo'ng'iroq qilsangiz yoki avtosalonimizga kelsangiz aka, bizlar to'liqroq ma'lumot berib o'ta olamiz. Bu 1.5 litrlik turbinada 1.5 turbina motor hisoblanadi. Bo'ladi bunga ham. Shunday aka. Bosh to'lovga qancha necha foiz bersak rassrochkaga chiqadi bular? 25% boshlang'ich to'lov bilan 1 yil muddatga bizlar rassrochkaga chiqarib bera olamiz aka. Primerni necha pulligini ayta olamizmi? Ayta olamiz aka, bexijolat. Endi hisob biz hozir aka mashinani ko'rib turamiz. Qarang. Oldi qismlari, oldi adisovkalar chiroyli ishlangan, LED faralar, 8 Pro nikidek qilingan. Quyma diskalarda bo'lyapti mashinamiz. Qarovqini menimcha qo'shimcha qo'yganmiz aka bunga. Shunday aka.
86 million bosh to'lov bilan aka 1 yilga rassrochkaga chiqarib bera olamiz mashinamizni aka. 86 million Bosh to'lovingiz bilan 1 yilga chiqarib beramiz. Avtokreditga ham chiqadi. Avtokreditga ham не только standart avtokredit aka, limitli kredit avtokreditlarda foizlari kam holatda olib chiqib ketishingiz mumkin aka. 25% bosh to'lov bilan. Xo'p, diskalarni qarang. 4 ta diskada ham опорный turibdi. Salon qismlari mashinamizni kojini chexolada bo'lyapti, marhamat. O'rta bar. Ana bunda bitta monitor aka, холодильниgingiz mavjud aka. Ana bunda беспроводной зарядник, podstakanliklaringiz. Eng katta yangilik bu mashinalarimizda aka уже robotosistemli korobka hisoblanadi aka. 20 eski variantidan o'zgarishlardan bittasi shu hisoblanadi aka. Multi rul aka, multi upravlение rul, cruise control, climate control aka. Ko'rib turganingizda 2 zonali Android monitorlar hisoblanadi aka. Bu ham katta panoramli kirisha mavjud. Apshkalar, pamit sideniyalar aka. O'ynab ko'tarib tushirishlar, bo'lgan avtomatik. O'rindiq xotiralari ham mavjud. Mana shu narsa to'g'ri chiqadi. Orqada ham abagrev bormi? Bu aka bu mashinamiz полный salon abagrev hisoblanadi aka. Keyin mana bu o'tiramiz, qarang. Panoramovchi bemalol keng salonda ketsangiz bo'lar ekan. Mana bu yerda pechka, konditsioner, regulovkasi. Buni narxi qancha aka? Bu narxi aytdik-a buni? Buni narximiz 344 million 900 ming so'm hisoblanadi aka. Necha xil pozitsiyada bular? Bularimiz aka ikkita pozitsiyada hisoblanadi. Bu mashinalarimiz ikki xil Pro mashinalarimiz ikki xil pozitsiyada Pro va Pro Max hisoblanadi aka. Pro Max'imizni asosan farqlari 4 ballon tortishida bo'ladi aka. Elektron bo'ladi. Detskiy rejimlaringiz aka, ya'ni bolalarning xavfsizligi uchun mana bu qism qolmaydi. Bagajlaringiz va oyna qismlaringizda mavjud bo'ladi aka bular. Xo'p, ranglari necha xil bularni? Hozirda aka bularda eng ommabop ranglar oq va qora ranglar mavjud bo'lyapti aka. Bularda keyin eng qulay usullardan biri aka. Pultingizni o'zida zavod qilsangiz bo'ladi aka. Bagajni ochsangiz bo'ladi. Hamma narsangiz tayyor bo'ladi aka. Ortiqcha xarajat qilishingiz shart emas. Bu Tiggo 7 Pro edi. Mana bu yerda Tiggo 8 Pro. Qaysi birini ko'rsatamiz? Mana aka, mana bu mashinamizni ko'rsatsak aka 60 million so'm bilan xarid qilsangiz bo'ladi. Eng kam bosh to'lov bilan 15% ga aka. 60 million so'm bosh to'lov bilan. Aka, bosh to'lov bilan xarid qilsangiz bo'ladi. Bu mashinamiz 7 kishilik crossover hisoblanadi aka, 1.6 turbina tsepli motor hisoblanadi. Ko'rib turganingizdek, xotira sideniyalari, o'rindiq xotiralari mavjud aka. Va 7 kishilik mashin hisoblanadi bu mashinamiz aka, ko'rib turganingizdek. Benzinli ha bular? Benzinlik aka. Rasxodi qancha primerda? Bular maksimal 10 litrgacha rasxod qiladi shahar ichida aka. Multirul, avtohold, avtoparkovka. Bu yerda ham hamma sharoit bor. Hamma sharoitlarimiz bor. Abagrev, abduf, pamit sideniy, qarang. Motori necha dedingiz? 1.6 turbina motor hisoblanadi bular. Bagajnik. Mana aka 7 kishilik hisoblanadi mashinamiz. Xohlasangiz buni yig'ishtirib qo'yib, evazda foydalanish, bagaj evazida foydalanishingiz ham mumkin aka. 360 gradus kamera, 360 kamera aka. elektroni yopiladi. Bunga bosh to'lov 60 million so'mmi? 60 million so'm bosh to'lov bilan xarid qilsangiz bo'ladi aka mashinamizni. Nimachi? Rassrochkagacha? Rassrochkaga aka 25% bosh to'lov bilan necha yilgacha? 1 yilgacha xarid qilsangiz bo'ladi aka. 1 yilgacha. Endi bosh to'lovingizga qarab muddatlari o'zgaradi. Bizlarda aka 1 yildan 5 yilgacha xarid qilsangiz bo'ladi rassrochkalarga. Qancha bosh to'lovingiz ko'p bo'lsa, shunga qarab uzayadi. Grafiklarimiz o'zgaradi aka. Shunday. Agar siz 60% bosh to'lov qilsangiz 5 yilgacha befoiz muddatga olib ketishingiz mumkin aka. Iloji bor. Albatta, 60% bosh to'lov, 60 oyga sizga rassrochka chiqarib beramiz. Boya aytganlaridek, bosh to'lovga qarab farq qiladi, keyin olish shartlaringizga qarab aka, lizing, kredit, naqd pulga yoki rassrochkaga olishingizga qarab shartlarimiz o'zgaradi aka. Batafsil ma'lumotlar uchun pastda nomer qoldirganman, telefon qilinglar. Barcha ma'lumotlarni beramiz, hisoblab beramiz. Adresda adashib qolsa, lokatsiyani tashlab bera olamiz. Albatta aka, bemalol telegramlarimizga iloji bor. Bosh to'lovga 200 million beraman yoki 100 million beraman, oylik to'lov qanchadan chiqib qolishi mumkin desangiz aka, shunga ham javob berib o'tadilar. Ana endi bu tomondan o'tamiz. Bu haqda o'zga ma'lumot beraylik. Bu Tiggo 9 shunday aka, hozir bu eng yangi mashinalarimiz hisoblanadi. Aprel oyida kelingan mashina. Tiggo 9 gibrid mashinamiz hisoblanadi aka. Xo'p.
Bu mashinamiz 1,5 turbina va ikkita generatordan iborat bo'ladi Aha. aka. Bitta generatorimiz bu multimediasi, ikkinchi generatorimiz balon tortish va korobka xizmatiga javob beradi aka. Hop. Shuni evaziga mashina 5 sekundda 100 ga chiqib bera oladi, bemalol harakatlanadi. Nechi pul bu? Bu mashinamiz 590 million so'm bo'ladi aka. Rasrochka, avtokirit bormi? Rastrochkaga yaqinda bu mashinalarimiz ochildi aka. 60% bosh to'lov bilan 2 yil muddatga befoiz chiqarib bera olamiz. bu Avtokirit mashinalarni. bormi? Avtokredit evazida yo'q, xarid qilishingiz mumkin. Salon qismini hozir kamera ko'rsatamiz, undan keyin servisni ko'ramiz. Bizda eng katta servis. Shunaqami? Shunday aka. Keling, mana buni bitta ko'ramiz hozir, keyin servisga o'tib ketamiz. Ruchkalar bunaqasiga ochiladi. Shunday. Kattaroq mashina xohlaganlar uchun marhamat. Bu mashinamizda aka hamma o'rindiqlarda abagrev va abduz, ya'ni isitish, sovutish sistemalari mavjud aka. Panorama bu. Face ID, kerakli barcha narsalarimiz mavjud mashinalarimizga aka. Bu ham 7 kishilik crossover hisoblanadi aka. Orqasini ko'ring, qanday chiroyli. Hozir servisga o'tamiz do'stlar, birga servisni tomosha qilamiz. Mana Sheroz aka, ko'rib turganingizdek, bizning eng cho'ponota katta servislarimizdan biri hisoblanadi. Aka, har bitta xarid qilgan mashinamizni, mijozlarimiz mashinalarini olib chiqishdan oldin biz polni tekshirib, estodan kuzatib, keyin chiqarib beramiz aka. Gaz hammasi shu yerda bo'ladi. Albatta, gaz ustanovka, tonirovka, broneplyonka aka. Barcha narsani mana shu yerda o'rnatib chiqarib berib yuboramiz. Qo'ldan kelguncha barcha mahsulotlarimizni ham aka bir kun ish kunida o'rnatib mijozga qo'lga mashina topshirishga harakat qilamiz. Mashina sotib olib ketganingizdan keyin ham shu yerga kelib xizmat Albatta ko'rsatsak bo'ladi. 5 yil davomida aka mana shu yerda sizga servis xizmatimiz sizga xizmat ko'rsatib beradi aka. Xullas, bemalol kelaverasizlar. Sotib olgandan keyin ham garantiya asosida ham mana shu yerda polni nima qilib xizmat ko'rsatib ketadi. Keyin aka bizlarda xalqni eng o'ylantirayotgan narsalardan biri zapchastingiz bormi, servis xizmati qanday desa, mana aka bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Zapchastdan muammomiz yo'q va servis xizmatimizdan ham muammomiz yo'q aka. Sizlar mashinani olasiz, birdan mashina o'zi gaz, pas, parok hammasi shu yerda bo'ladi. Mana bu yerda podiyonlik hammasini ko'rsatib o'raymi? Mashina remont bo'ladi, podiyonlik hammasi bor. Xullas shunaqa gaplar do'stlar. Adem Avtocheri Cho'pon avtosalonidamiz. Hozir sizlarga qo'ldan kelguncha avtomobil narxlarini aytib o'tdik. Bu aytgandek, foizsiz muddatli to'lov bor, ya'ni rasrochka, avtokredit, leasing, naqd. 15% eng kami boshlang'ich to'lov bilan barcha she'riy avtomobilni olib ketsa bo'ladi. Bo'ladi aka. Batafsil ma'lumot uchun yana pastda nomer qoldiraman, telefon qilinglar. To'liq ma'lumot berishadi. Kelib test drive qilib, xohlagan mashinangizni test drive qilib olib ketishlari mumkin. Bemalol aka. Shunaqa gaplar kelganda Olim akani o'zlarini ko'rasiz. Chiroyli qilib beradilar. O'zlari bo'lmasalar, boshqa menejerlar ham xizmat ko'rsatadi. Shunday. Albatta like bo'lsa, qayerdan ko'rayotganingizni yozib qoldirish esdan chiqmasin. Fikrlaringizni kommentariyada kutib qolamiz. Salomat bo'lasizlar.